46. Ögdilmişning o'dg'irmish bilan ikkinchi qitim munozirlashganligi aytiladi. Ögdilmiş javob berib so'z ochdi. Ey qarindishim, so'zimni angla, tushan, dedi. Aligning sanga nisbatan tiliki yaxshi. Yaxshi tiliki bilan sanga yaxshi yo'l ochib beradi. Bilasan, bu yerda qilgan toat ibodatlaring sanga ko'p yaxshiliklarning eshigini ochib bergusi. Yani mening deganimdek, shahar kentlardimi ko'p yaxshiliklar bor, ey yigit. Bu dunyoning baxt saodatiga erishib, yashashni bilish, nom chiqarish yomon ish emas. Ey zohidlikka erishguchi, sen oxiratlikni izdisan, savoblik, yaxshilikni bu dunyodan ep ketishing kerak. Bu dunyoning narsalarini yomon deyishga bo'lmaydi. Yeb ishsa, xalqqa berib, yuzini yo'ruq qilsa bo'ladi. Sehila boshliqi bak yaxshi aytgan. Buni anglag'in ey yaxshi kishi. Ko'p yaxshiliklarga yo'l ochquchi narsa boyliqdir. Har xil kasallarning davosimi boyliqdir. Kishining dunyosi bo'lsa, bilim, aqlga ega bo'ladi. Har xil yaxshiliklarga qo'l uzata oladi. Mol dunyo bilan inson xohlagan orzusiga yetalaydi. Ko'k osmonga chiqaman desa, mol dunyo yo'lak bo'ladi. Tileking haj qilish bo'lsa, buningga mol tovar kerak. G'ozilik nomini tilasang, buningga yaraydi. Kishining elib beradigan mol dunyosi bo'lmasa, har xil yaxshiliklarni qilishda qo'li qisqa bo'ladi. Bu yaxshiliklarni nima uchun tashlab etsan? Bu pand nasihatlarni nima uchun qabul qilmaysan? İbadetke qandaq ishonsa bo'ladi. İbadet qildimg'u deb bilsa, hammadan mahrum bo'ladi. Banda Xudoni ibodat bilan topalaydi. Toat ibodat yo'li bak nozik yo'ldir. Necha minglagan ibodatchilar yil bo'yi ibodat qildi. Jon chiqar vaqtida yo'ldan adashdi. Necha minglagan gunohkor ibodat qilmagan bandalar oxiri nafas uziladigan paytda yo'lini topdi. Bilaman, Xudoyimning hamma roziligi toat ibodat orqali bo'ladi, ey ulug'. Haqiqiy toat ibodatni bilmasa, qaysisi toat ibodat bo'ladi, buni bilolmaydi. Agar shundoq ekan, hamma toat ibodatlarni taltoks qilishga erishsa, buni lazzat deyish kerak. Qarab baq, sana aytgan bu so'zlarim shundoq bo'lamdi, menga javob ber. Agar shundoq bo'lsa, bu aytgan so'zlarimga og'zing bilan ko'ngin, so'zimni angla ey ko'ngli tuz. Havoyi havasga mabtum bo'lma, dilingni to'g'rila. Kishilarga qaytilgan xotirjam yurgin. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi: Qarindosh, meni g'amga solding, eshimni zahar qilding. Sen aytgan so'zlarni e'tiborga olganmi bo'lay? Alika berib xizmatmi qilay? Xizmat qilish uchun oldi bilan qoida usullarni bilishi, qiliq harakatlari, gap so'zlari uyg'un bo'lishi kerak. Kirib chiqishni, o'ltirib qopishni bilish kerak. Kishi xizmat qilishni bilmasa, bekordan bekor jafo chekadi. Xizmat qilishni bilguchi nima deydi? Angla. U sinab bilgan 3 narsani ozroq so'zlagan. Sen baylarga xizmat qilishni xohlasang, diling bilan tilingni to'g'ri tut, so'zingni bayqa. Qoida usullar bo'yicha xizmat qilishni o'rgan. Xizmat qilishni bilsang, yuzing yo'riq bo'ladi. Men kishilardan yiroq turdim. So'z harakatlarimda adab qoida yo'q. Beginga qandoqmi xizmat qila olayman? Qara, men uchun bu ishga yepilgan. Meni ching tutib nemancha zo'rlaysan? Aliki xizmat qil deb so'zimni rad qilasan. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi: Bu so'zing yaxshi emas, ey ko'ngli tuz. Alik seningdan adab qoidaga bo'ysunishni talab qilmaydi. Xohlasang o'ltirasan, xohlasang o'ri turasan. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi.
Odgurmuş cevap berip dedi. Bu sözün taza joyida bo'lmadi, ey xushbeil. Adab qoidini bilmay hangvay qilib yurish sen bilan menga qandoq yarashadi? Baglar elni rivoj topqizish, boshqarish, xalqni tuzash, dunyoni toza tutish uchun tiklangan. Elni rivoj topqizish baglarning ishidir. Kishi uni qonun qoidalar bilan amalga oshiradi. Shuningga yarasha baglar qo'l uzatib, aql farosatni ishga soldi, amr farmon yurgizdi. Bilimlik, aqlliq xalq boshchisi, dunyo hokimi nihoyat yaxshi aytgan edi. Dunyoni tutquchi kishi aql farosatlik bo'lishi kerak. Xalqni idora qilguvchi uchun yurak kerak. Bu ikkisi bo'lgandan boshqa xizmatchi qoida usullik, qonunni biladigan bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda baglar kuchini yuksaltirib, dushman bo'ynini yanchib o'chini ola oladi. Biz qonun, adab qoidalarning tarafdori tursak, bu qonunlarni buzish bizga qandoq yarashadi? O'gdilmishning odg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Qarindishim, bu bak qiyin ish emas. Osh yeyilsa hazm bo'ladi. Mana men bu adab qoidalarni bilaman. Sana so'zlab beray, anglab o'rganib ol. Qara, kishi bilmasa, ko'rib o'rganadi. Bilgandan keyin odam tilikiga yetadi. Buningga taqlidan donishmand ochiq aytgan ediki, bu so'zni tushunmagan kishining bilimi yerim yota. Kishi tug'ilishida dono tug'ilmaydi, o'rganadi. Tilimi tug'ilibli so'zlamaydi, keyin so'zlaydi. Kishi o'rganib ondan dono bo'ladi. Bilimni bilsa, ondan hamma ish unumlik bo'ladi." Odg'irmishning o'gdilmishga javobi. Odg'irmish javob berib dedi: "Sening tiliking shu bo'lsa, menda boshqa talab yo'q. Bugun sen meni bak qistavatsan. Qani aytqinchi, bu xizmat qandoq bo'ladi? Sözün ko'nglimga sig'amdi, bir anglab baqay. O'zim o'rganalaymanmi, buni mu uqay? Qonun qoidalar necha, adab usullar qaysi, nomini atab menga biroz so'zlab ber." O'gdilmishning odg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Ey yaxshi donishman, so'zni tamoman to'g'ri so'zlading. Burun tutgan yo'ling aqldan yiroq edi. Endi o'z asosingni to'g'riliq ustiga qurding. Endi men so'zlay, sen anglag'in, tushangin. O'rgangin, sen uchun bu tugun yeshilsin. Agar sen o'rganadigan bo'lsang, gapni agitma, so'zingni to'xtat.